Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz uy sharoitida lavash tayyorlaymiz. Lavash tayyorlash usullari juda ham ko'p, lekin men usulimda bitta tayyorlab ko'rsanglar juda ham mazali bo'lib chiqadi. Bizga kerakli bo'ladigan mahsulotlar: pishloq kerak bo'ladi. Albatta eriydigan pishloq solsanglar juda ham sirlari cho'zilib chiqadi. Pomidor bodring kerak bo'ladi. Ketchup kerak bo'ladi, chips kerak bo'ladi. Chipsni sizlar uy sharoitida tayyorlasanglar ham bo'ladi. Men bu yerda tayyorini ishlata qoldim. Mayonez kerak bo'ladi. Lahm go'sht kerak bo'ladi. Bu o'zingizlarning tabiiyligiga ko'ra qo'y go'shti, mol go'shti qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Lavash kerak bo'ladi. Go'shtimizni yaxshilab tozalab yuvib olganimizdan keyin uni parrak shaklda to'g'rab olamiz. Parrak shaklda to'g'ralgan go'sht juda ham yumshoqgina bo'lib pishib chiqadi. Go'shtimizni to'g'rab olgandan keyin unga zira, shirin paprika, tuz qo'shamiz va yaxshilab aralashtirib olamiz. Bodringimizni parrak shaklda to'g'rab olamiz. Juda ham qalin bo'lmasin, parrak shaklda to'g'rasanglar juda ham chiroyli chiqadi. Pomidorimizni ham xuddi bodringdagi parrak shaklda to'g'rab olamiz. Ketchupimizni mayonezga qo'shib aralashtirib olamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana hamma mahsulotlarimiz tayyor bo'ldi. Endi qozonimizni gazga qo'yib, go'shtimizni pishirib olamiz. Gaz juda ham baland bo'lishi kerak emas. Go'sht juda ham qizarib tez pishib qoladi. O'shaning uchun past olovda pishiramiz. So'ng lavashimizni ochib, sosimizni surkab olamiz. Ustidan chipsimizni terib olamiz. Chipsimizni solib bo'lganimizdan keyin ustidan bodringimizni terib olamiz. Bodringimizni shunaqa ko'pgina qilib terib olamiz. Bodringimizni ustidan pomidorni ham xuddi shunaqa qilib terib olamiz. So'ng go'shtimizni, pomidorimizni ustidan terib olamiz. Go'shtimiz juda ham issiq bo'lishi kerak emas. So'ng eriydigan pishloqlarimizni go'shtimizni ustidan sepib olamiz. Pishloqni juda ham ko'proq solsanglar, juda ham ezilib, erib, cho'zilib pishib chiqadi. Ustidan ketchupimizni qo'yib olamiz. Va qozonimizga ozginagina sariyog' tashab, orqa oldini qizartirib olamiz lavashimizni. Va alla pishib chiqdi. Shunaqa ham mazali bo'lib chiqdiki, sizlarga hozir ichini kesib ko'rsataman. Albatta tayyorlab ko'rishinglarni maslahat berardim. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Hammanglarga rahmat. Sog' salomat bo'linglar.